Bu darsimizda raqamlar, sanalar, vaqtlar yoki pul muammolari bilan bo'lgan sonlarda ustida ishlab ko'rib chiqamiz. Biza biron bir raqam yozib olamiz. Aytaylik, общийda pasport raqammi yoki bo'lmasa nimadir yozishimiz kerakda. AA, to'g'rimi misol? 245 85 98 yozsak, bu bemalol chiqadi. Lekin biza mana nomer yozsak, bu nomer sig'may qoldi, to'g'rimi? Kattaroq qilsak ham sig'mayapti. Nima uchun? Mana yerda qaranglar, общийda числовой bor. Числовой qilganimizdan keyin sig'yapti, lekin ikkita 0 paydo bo'lib qolyapti. Bu 0 ni qanday qilib yo'q qilamiz? Mana bu bitta ko'paytirib berib, bu esa mana kamaytirib beradi. Buni числовойda другой числовойga kirib, mana числовойda mana yerda sizda 2 turgan bo'ladi-da. Ko'ryapsizmi? O'zining formulalari bor. Buni siz 0 qilib qo'yib, OK qilsangiz mana shu holatga keladi. Telefon raqami bilan ishlashda asosan nimamiz telefon raqami bilan ishlash bo'lyapti. Endi pul muammosi. 500 ming so'm deylik. 500 ming so'm. Mana bunda esa denejniga o'tkazamiz. Mana 500 ming so'mni va числовойni sozlamasiga o'tamiz. Bunda qanaqa valyuta bo'lishi kerak deb sizdan so'rayapti. Sizlar net qilib qo'yasizda, orqadagi ikkita nolda yana olib tashlaysizz. Shunda bu 500 ming so'm hisoblanib ketyapti. Endi finansiy ham bir xil. Sanalar bilan oid. Aytaylik 08 to'g'rimi? Buni числовойga qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana kreativ formatga qilib qo'ysangiz mana xatolik berib qo'yadi. Endi buni sizlar nuqta va nuqta qilib qo'yasizmi? Hozir mana nuqta va yana bitta nuqta qilsangiz, mana. Endi buni data qilib qo'ysangiz yoki mana qilsangiz 100% ishlaydi bu narsa. Muammosi yo'q. Va yana время bilan 13:48. Endi buni qanday qilamiz? O'sha vaqt davomini qo'yib, времяni qo'yapti-yu, lekin xato qo'ydi. Ko'rgan bo'lsangiz 13:48 qo'yib ko'rsangiz, mana 13:48 время qo'yib qo'ydi. Endi prosent, foiz 38 maytda prosent qilsak foiz belgisini ko'rsatadi. Nasturga kirib ikkita nuqtani olib qo'ysangiz. Bu 380 bo'lib qoldi. Ikkita nolni olib tashlashimiz kerak, foizni o'zi turish kerak-da. Endi bundan keyingisi esa dropni yoki boshqalari bor. Bemalol mana shu другой числоga kirib xohlagan narsangizda o'zingizga mosini tanlab yozib, to'g'rilab qo'yishingiz bo'ladi.